Andijon viloyati ixtisoslashtirilgan san'at maktab internatida fotorassomlar Nazira Boymurodova va Sultonboy Dehqonovlarning vodiylarni yayov kezganda deb nomlangan badiiy ko'rgazmasi ochildi. Namoyish etilayotgan fotoasarlarda Farg'ona vodiysining go'zal tabiati, uning mehri daryo insonlari, mustaqillik yillarida bu yerda amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlari o'z ifodasini topgan. Vodiylarni yayov kezganda ko'p qirrali ijodkor hamda fotorassom Nazira Boymurodova va Sultonboy Dehqonov o'zlarining navbatdagi badiiy ko'rgazmasini ana shunday nomlashdi. Sababi, Izboskan tumandagi To'rtko'l ixtisoslashtirilgan rassomchilik maktab internatida tashkil etilgan ushbu foto ko'rgazmadan Farg'ona vodiysi, xususan Andijon diyorining rang-barang manzaralari, odamlar va boshqa turli ko'rinishlari o'rin olgan. Aslini olganda fotorassom shunday ijodkorki, u hayot bilan fotokamera o'rtasida turib, nafis va badiiy suratlar yarata oladi. Yoki boshqacha qilib aytsak, hayotning o'zgaruvchan, tez o'tib ketuvchi oniy lahzalarni boqiylik uchun ushlab qolishga urinadi. Har ikkala ijodkorning suratlarida ham aynan shunday manzara, voqeliklar va zamondoshlarimizning samimiy qiyofalari turli rakurslarda aks etganligini ko'rish mumkin. Natijada inson bilan tabiat o'rtasida azaliy uyg'unlik, hayotimiz hamda jamiyatimizda bo'layotgan ulkan va asriy o'zgarishlar bor bo'y basti bilan namoyon bo'lgan. Ayniqsa Nazira Boymurodovaning turli janrlardagi suratlari qatorida zamondoshlarimizni rang-barang qiyofalari kishini beixtiyor o'ziga xos jozibasi bilan jalb etadi. Uning ayol hamisha go'zal deb nomlangan fotosurati ham ana shunday ijod namunalaridan biri hisoblanadi. O'z aksini ko'zguda ko'rayotgan ushbu ayol suratini lahzalar ichida ijodkor manguga muhrlashga ulgurgan. Insonlar o'sha o'zini vatani haqida eshitish boshqa, lekin o'zini ko'zi bilan ko'rib, o'sha vodiyning insonlari bilan suhbatlashish insonga boshqacha, ijodkorga ayniqsa boshqacha kayfiyat bag'ishlar ekan. Men ham mana shu sayohatim davomida 1 oydan ortiq bo'ldim Andijonda. Chinakamiga yaxshi ko'rib qoldim. Chindan ham samimiy insonlar diyori ekan, bu gullar vodiysi ekan. Oynaga qarab turgan onaxonni ko'rib, yuragim jiz etdi. O'sha men izlab yurgan holat ekanligini ko'rdimda, onaxonni o'sha o'zim xohlagandek holatda suratga tushirdim va mana shu suratim ko'pchilikka ma'qul bo'lyapti va xursandman, chunki insonni ko'ngli aldamaydi. Chunki ijodkorning qalbiga yoqish kerak har qanday ishi. Agar uni qalbidan joy olsa, keyin boshqalarga ham yoqadi. Sultonboy Dehqonov o'z ijodini oq-qora foto tasvirlardan boshlaganligini va aynan ikki qarama-qarshi ranglar yordamida yuzlab yorqin suratlar yaratganligini ham aytib o'tish o'rinlidir. Ushbu badiiy ko'rgazmadan o'rin olgan ijodiy ishlarda esa u vatanimizning serqirra, ajib ko'rinishlari, shahar va qishloqlarimizning betakror so'limligi qatorida turli insonlarning o'ziga maftun etuvchi qiyofalarini aks ettira olgan. Bir so'z bilan aytganda, zamondoshlarimizning betakror chehralari va ulargagina xos bo'lgan qirralar, o'sha soniyalardagi his-tuyg'ulari keyingi avlod uchun muhrlab qolinganligi bilan ham e'tiborlidir. Ijodkorning tonglarning biri deb nomlangan mana bu suratida bir qarashda atrofdagilar sezmaydigan lahzalik ajib tarovvat ushlab qolingan. Bunday fotosuratlar aynan lahzalarda o'tib ketadigan ajib va sirli holatlarni to'xtatib qolishi bilan ham qimmatlidir. Aks holda undan ta'sirchanlik tushib qoladi va u oddiygina bir fotosuratga aylanadi. Mashhur san'atshunos Rafael To'xtashning bir gapi bor. San'at bu falsafa emas edi. San'at bu avvalambor dedi, tarjiba mahorat dedi. Agar sizda tarjiba yetarli bo'lsa, mahoratingiz zo'r bo'lsa, hali aytganda hech kim ko'rmagan go'zallikni biz ko'rib, ilg'ab, o'shani vaqtida, joyida muhrlab, biz tomoshabinlar e'tiboriga havola qilib bera olishimiz mumkin. Tong degan o'sha fotoasarimni xuddi ana shunday narsa menga turtki bo'lgan. O'sha go'zallik, o'sha go'zalligi, o'sha vaqtida o'sha fotografiyani nur va soya chizgilari orqali muhrlab tomoshabinlar e'tiboriga mana bugun havola qilyapman. Muxtasar qilib aytganda, jurnalist hamda fotorassom Nazira Boymurodova va ko'p qirralik ijodkor Sultonboy Dehqonovlarning ko'rgazmaga qo'yilgan suratlari tomoshabinni vatanimizning kundalik tarovati va zamondoshlarimizga yanada teran hamda yangicha bir mehr-muhabbat bilan qarashga undaydi. Zero bizni o'rab turgan barcha o'zgaruvchan hayot qatlami, kishilar va asrlarga teng bo'lgan voqeliklar lahzalarga mangu muhrlanganligi bilan ham go'zaldir. Fotosuratlar eng go'zal lahzalarni, ko'z ko'rib ilg'amagan betakrorlikni manguga muhrlaydi.
Ular o'z tomoshabiniga hayrat, zavq, taskin, huzur, halovat baxsh etadi. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi viloyat ixtisoslashtirilgan san'at maktabi 2 kun davomida ixlosmandlarga ana shunday taassurotlarni hadya etdi. O'zbekiston Badiiy akademiyasi hamda Toshkent fotosuratlar uyi hamkorligida tashkil etilgan fotosuratlar ko'rgazmasidan O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zolari, iste'dodli fotorassomlar Nazira Boymurodova hamda Sultonboy Dehqonovning 100 dan ortiq fotosuratlari o'rin oldi. Ko'rgazmalarning nomlanishining o'ziyoq har qanday kishining qalbini junbushga keltiradi. Aylanayin shu bag'rikeng diyorimdan yoki fidoying bo'lgaymiz deb nomlangan har ikkala ijodkorning asarlarida ona yurtimizning betakror manzaralari, husnkor tabiati, musaffo osmoni, qadimiy obidalari, sodda, samimiy, mehmondo'st insonlari, ming bir ma'no mazmun kashf etuvchi qadim qadriyatlarimiz, tinch va farovon hayotimiz o'z ifodasini topgan. Foto ko'rgazmada vatan suratlari, osuda o'tayotgan har bir kun, odamlarning baxtiyor chehralari shunchalar ko'zga yaqin va rang-barang aks etganki, beixtiyor ich-ichingizdan tinch va osoyishta o'tayotgan kunlarga shukrona keltirasiz. Ko'p qirrali ijodkor, bir nechta tanlovlar g'olibi Nazira Boymurodovaning millatlararo bag'rikenglik hamda turli millat vakillarining madaniyati, turmush tarzi, urf-odat va an'analari aks etgan fotosuratlari ko'rgazmaga tashrif buyuruvchilarda katta qiziqish uyg'otdi. Suratlarda ifoda etilgan har bir voqelik, maftunkor manzaralar hayot haqiqatini, tinchlikning qadr-qimmatini, jannatmakon yurtimizning maftunkor va muqaddasligini, xalqimizning bag'rikengligi va mehmondo'stligini namoyon qiladi. Har bir san'at ixlosmandiga katta ruhiy ozuqa baxsh etadi. Bu yilgi ko'rgazmamizni mana shu ilm ma'rifat maskani bo'lgan Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz shahrida san'at maktabida o'tkazmoqdamiz. Albatta bu yerda o'tkazishimizni ramziy ma'nosi ham bor, chunki aynan mana shu dargohda san'atning ertangi egalari tarbiyalanadi, foto rassomlar va amaliy san'at ustalari tarbiyalanadi va biz mana shu yoshlar qalbida foto san'atiga bo'lgan muhabbatni ham olib kirish maqsadida mana shu ko'rgazmani o'tkazmoqdamiz. Albatta har bir ijodiy ishning zamirida insonning qalbidagi vatanga bo'lgan muhabbati, mehri, o'sha o'zini ona vataniga bo'lgan samimiy bir tuyg'ulari ifodalangan bo'ladi. Bizni mana shu ishlarimizda, foto asarlarimizda ham o'zimizni ona vatanimizga bo'lgan mehrimiz o'z ifodasini topgan. Ijodkorning ona yurtim, ota makonim, yuragimga yaqin odamlar, elda qadr topganlar, O'zbekiston bag'rikeng diyor, vodiylarni yayov kezganda singari shaxsiy foto ko'rgazmalari respublikamizning turli hududlarida namoyish etilib, ko'plab san'at shaydolarini ezgu g'oya va maqsadlarga oshno etdi. Xuddi shunday Sultonboy Dehqonovning Moziy sadosi, yurt madhi, orzu bilan uchrashuv, nuroniy kitobxon foto asarlari atrofdagi rang-barang go'zallik va mohiyatni kashf etish va anglashda yaqindan ko'mak beradi. Hozirgi kunda milliy ma'naviyatimiz rivojini san'at namunalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. O'zbek foto rassomlarining keyingi yillarda samarali ijod qilib, yangi yutuqlarni qo'lga kiritayotgani, bu sohaga ko'plab yosh iste'dod egalari kirib kelayotgani uning ravnaqi va istiqbolidan dalolat beradi. Nazira Boymurodova iqtidorli, umidli yosh ijodkorlardan biri. Yaqinda Jizzax viloyatida ijodkor o'zi tahsil olgan Ahmad Yassaviy nomli 7-o'rta maktabda 10-shaxsiy foto ko'rgazmasini namoyish etdi. Bolaligim seni sog'indim deb nomlangan hisobot foto ko'rgazma obod turmush yiliga bag'ishlanib, unda muallifning 200 dan ziyod foto asarlari tomoshabin e'tiboriga havola etildi. 10 yildan ortiq vaqt mobaynida poytaxtda ijod qilib kelyapman. O'sha respublika nashriyotlarida, gazetalarda, televideniyadagi faoliyatim davomida, ya'ni mahsuli sifatida mana shu ustozlarim oldida, sinfdoshlarimiz oldida, umuman xalqimiz oldida, o'sha qishloqdoshlarim oldida o'zimni bir hisobot ko'rgazmamni qilishni niyat qilgandim va bugun mana shu niyatimga yetdim. Endi imkon qadar mana shu qishloq sharoitiga moslashgan holda mana shu ko'rgazmani, foto ko'rgazmani tashkil qildik. Albatta
bunda bizga mana shu O'zbekiston badiiy akademiyasi Toshkent fotosuratlar uyi yaqindan yordam berdi. Mana shu fotolarni nashr qilishda, chop etishda, mana shu pasportlarga joylashda ular yaqindan yordam berdi. Buning uchun juda ham minnatdormiz. Mana shu respublikamizda, umuman yurtimizda foto san'atiga bo'layotgan e'tibor tufayli ko'pchilik hozir mana foto san'atidan yaqindan tanish bo'lib qoldi. Xalqimiz tushunib qoldi, to'g'risini aytadigan bo'lsak. Chunki mana shu ko'pgina viloyatlarda, mana Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib qaytdik, Jizzax viloyatida o'tkazdik, Surxondaryo, Sirdaryo, umuman ko'pgina viloyatlarda mana shu mos o'sha yerdagi sharoitga mos holda biz ko'rgazmalar o'tkazishga harakat qilyapmiz. Bu ko'rgazmani, foto ko'rgazmani bolaligim seni sog'indim deb nomlashimga sabab inson o'sha kim bo'lishidan qat'iy nazar, qayerda yashashdan qat'iy nazar va qaysi havoda nafas olishdan qat'iy nazar o'sha o'zi tug'ilib o'sgan bolalikni, o'zi kindik qoni to'kilgan bolalikni, tuproq ko'chalarni albatta sog'inadi. Chunki o'sha binoni poydevori qanchalik mustahkam bo'lsa, u uzoq yillar xalqqa xizmat qiladi va insonni bolaligida ham shirin xotiralar bo'lsa, o'sha yurti bilan bog'liq, maktabi bilan bog'liq, ustozlari bilan bog'liq yoki sinfdoshlari bilan bog'liq bir xotiralar bo'lsa, u doim umri davomida mana shu xotiralar bilan yashaydi va xotiralarga javoban bir yaxshi ish qilgisi keladi. Nazira Boymurodova o'zining badiiy fotosuratlari orqali xalq ma'naviy va madaniy dunyosining boyishiga hissa qo'shishga bel bog'lagan iste'dodli va umidli yosh fotorassom. U o'zi shug'ullanayotgan sohaning bugungi kunda nechog'li ahamiyatli ekanini his qilgan holda ijod qilmoqda. Muallif o'z asarlarida asosan o'zbekona milliy urf-odatlar, qadriyatlar, baxtli bolalik, vatan manzaralarini yoritishga harakat qiladi. Shu sababli u ko'proq yurtimiz bo'ylab sayohat qiladi. Jumladan uning mazkur hisobot ko'rgazmasidan Navoiy viloyatining Sarmishsoy darasida bo'lib o'tgan Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivalida suratga olingan foto asarlari keng o'rin olgan. Odatda foto ko'rgazmalar katta shaharlarda bo'lardi. Mana nihoyat foto ko'rgazma endilikda qishloq joylarga ham kirib kelmoqda. Bu juda quvonarli hol. Avvalambor shuni aytish kerakki, O'zbekistonda foto san'ati juda yaxshi rivojlanib boryapti. Juda milliy foto rassomlarimizning ko'payishi yana ham quvonchli hol. Nazira Boymurodova ana shunday milliy foto rassomlarimizdan u qishloq qizi, mana hozir u o'zini qishlog'i Chamonzorda birinchi marta foto ko'rgazmasini namoyish etdi. Biz mana shu ko'rgazma ochilishida bo'ldik, asarlarni tomosha qildik. Poytaxtdan bir guruh ijodkorlar kelib, shuni yonida turib, uning ijodiga, yutuqlariga sherik bo'ldik. Quvonchiga sherik bo'ldik. Endi bir narsani ta'kidlash kerakki, bu Nazira o'zi qishloq qizi. Shuning uchun ham qishloq mavzusiga juda ko'p asarlar olgan. Bu yerda mana ko'rib tursiz, o'zining ham qishloqlari, zamondoshlari, yosh bolalar, dala qolaversa bu inson psixologiyasini juda bir yaxshi his qiladi. O'sha uchun ham bu yerda bolalar va ayollarning suratlari juda jonli chiqqan. Bu yerda biz alohida bir narsani ta'kidlashimiz kerakki, hujjatlilikdan tashqari badiiy foto ekanligini ham ko'rib turibmiz. Badiiy foto bu albatta eng avvalambor kutilmagan bir mangu bir ajoyib bir lahzalarki, u takrorlanmas. Ana shuni u ushlay biladi va buni o'zini foto asarlariga muhrlaydi. Ijodkor hamisha o'zini el oldida hisobot berishga burchli deb sanaydi. O'z ishlaridan qoniqmaslik hissi uni yangi asarlar yaratishga undaydi. Ko'p yillardan beri poytaxtda qalam tebratib kelayotgan Nazira Boymurodova qadrdon maktabi, aziz ustozlari va sinfdoshlariga o'zining yangi foto asarlarini taqdim etar ekan, olis bolalik sog'inchi, qishloq hayoti, chehrasidan nur yog'ilib turgan sodda va samimiy yurtdoshlarimiz hayoti aks etgan asarlari jamlanmasiga alohida e'tibor qaratdi. Inson tug'ilar ekan, albatta unda o'ziga yarasha bir iqtidor bo'ladi. Zamonlar o'tib, u maktab tarbiyasini olib, oila tarbiyasini olib, u shu iqtidorni asta-sekinlik bilan namoyon eta boshlaydi. Men bugungi foto ko'rgazmaga kelib, shunga amin bo'ldimki,
bu foto ko'rgazmani tashkil qilgan, mana shu rasmlarda ana shunday qog'ozlarga aks ettirgan foto rassomning o'zining iqtidorini to'liq namoyish eta olganini guvoh bo'lib turibman. Bu foto rassomni men juda yoshligidan bilaman. Boshlang'ich sinflarga kelgan vaqtdanoq o'zining bilimga chanqoqligi, o'zining izlanuvchanligi, topshiriqlarni o'z vaqtida bajarishligi, odobligi, tartibligi bilan o'quvchilar orasida, o'qituvchilar orasida, maktab jamoasi orasida ham o'zining alohida o'rniga ega edi. Mana zamonlar keldiki, mana ko'rib turibmiz, uning qilgan ishlarini ko'rib turib, odamni zavqi keladi. Chunki hayot go'zal. Bu hayotdan lazzatlanishning o'z o'rni bor. Ayrim paytlarda tabiatda shunday bir hodisani ko'rasiz, yo shunday bir tomoshani ko'rasizdan, uni qayta shu hayotda ko'rish imkoniyati bo'lmay qoladi. Ana shunday bir hayotning bir shirin lahzasini, bir oniy lahzasini qog'ozga muhrlab, buni tarixga muhrlab qolish, buning egasidan alohida bir iqtidor, alohida bir o'z ishiga mas'uliyat talab qiladi. Rasmlardan ko'rib turib, bu takrorlanmas lahzalarni tomosha qilgan odam huzur qiladi. Bundan o'ziga yarasha tasavvur hosil qiladi. Men Naziraxonning bu foto ko'rgazmasini ko'rib, rasmlardan shunday lazzat oldimki, bu foto ko'rgazmaning muallifiga men bundan keyin ham ana shunday ajoyib foto rasmlarga joy etaverishini tilayman. Naziraning asarlarida milliy qadriyat va urf-odatlarni yoshlar ongiga singdirish, o'z mahallasiga, vataniga bo'lgan muhabbat, oilaning muqaddasligi, beg'ubor bolalikning takrorlanmas lahzalari aks etgan. Shu kunga qadar barkamol avlod orzusi, guldasta, xush kelding umrimning bahori, daryodan bir tomchi, ona yurtim ota makonim, qalbimdagi gavharim vatan nomli o'nlab shaxsiy ko'rgazmalarni namoyish etgan yosh ijodkor turli nufuzli respublika tanlovlarining g'olibi ham bo'ldi. Xususan 2011-yil Madaniyat va sport ishlari vazirligi va O'zbekiston Badiiy akademiyasi hamkorligida tashkil etilgan Obyektivda nomaddiy madaniy meros respublika foto tanlovida birinchi o'rinni egalladi. Biz o'ylaymizki, oddiy qishloq odamlari ko'p narsadan bexabar deb o'ylaymiz, lekin aslida unaqa emas. O'sha oddiy odamlar bergan bahoni ba'zan qanchalik to'g'riligiga shubha qolmaydi-da, chunki ular samimiy birinchidan. O'sha sodda bo'lishiga qaramasdan har qanday asarga to'g'ri baho berishadi. Ularni maqtovda bir g'arazlik yo'q, hammasi samimiy. Masalan, yaxshi chiqqan bo'lsa, yaxshi chiqqan deyshadi. Agar xatoligi bo'lsa, uni ham aytishadi. Mana shu narsalar, mana shu fikrlar bizni ijodkor sifatida yanada yangilik axtarishga, odamlarni ichiga kirib borishga undaydi. Men mana shu nima uchun sayohat qilishni yaxshi ko'raman? Chunki ijodkor qachonki sayohat qilsa, qachonki o'sha bir kichkina muhitdan, doiradan chiqib bir xalqni ichiga kirsa, masalan, viloyatlarga borsagina yaxshi ishlar dunyoga kelishi mumkin. Odam bir joyda, o'sha suv ham aytadi-ku, bir joyda tursa ayniydi deydi. Ijodkor ham agar tashqariga chiqmasa, o'sha yurtida bo'layotgan ishlardan boxabar bo'lmasa, u yangi ish yarata olmaydi. Va qachonki yaxshi ish yaraladi, o'sha odamlar bilan bog'liq bo'lgan ishlar, xalq hayoti bilan bog'liq bo'lgan ishlar va yurtimizda bo'layotgan bunyodkorlik ishlarini qachonki xalqimizga taqdim eta olsak, ularni ko'nglidan joy olsa, ularni mana shu ishlar bilan tanishtira olsakkina biz o'zimizni haqiqiy ijodkorman deb ayta olishimiz mumkin. Serqirra ijodkor Nazira Boymurodovaning foto ko'rgazmasida taniqli ijodkorlar, yozuvchi va shoirlar ishtirok etib, ijodkor asarlariga yuqori baho berib, uning kelgusidagi ishlariga muvaffaqiyatlar tilashdi. Foto ko'rgazma barcha tomoshabinlarga manzur bo'ldi. Vatan
Har kim uning madhiga chiroyli tashbihlar va iboralar izlaydi. Vatanga mos so'z qidiradi. Yurt taraqqiyotiga hissa qo'sha olish, unga kerakligingni anglashdan ham ortiqroq saodat bo'lmasa kerak. Barcha vatanparvar insonlar ana shunday oliy maqsadga intilib yashaganlar. Shu vatanga bordir mening keragim. Fotojurnalist Nazira Boymurodovaning O'zbekiston Badiiy akademiyasi Xalqaro madaniyat karvonsaroyidagi ko'rgazmasida muallifning ichki kechinmalari bilan birga orzu-umidlari ham aks etdi. Vatan har bir kishi qalbida uning siyrati yashaydi. Ona yurtning farzandi ekanini anglamoq ham inson uchun iftixor va sharafdir. Shoir tili bilan aytganda, kimda o'z yurtiga bo'lmasa mehr, u qalban shikasta, u qalban majruh. Mustaqillik yillarida xalqimiz erishgan eng katta boylik osuda, to'kin va farovon hayotimiz. Tinch, ahil va hamjihat elda baraka bo'ladi. Binobarin bunday yurtga bayramlar yarashadi. Xalqimizda to'yga to'yona bilan boriladi degan gap bor. Serqira ijodkor, shoira, publitsist, jurnalist, fotorassom Nazira Boymurodovaning Ikwa Hirayama Xalqaro madaniyat karvonsaroyida shu vatanga bordir mening keragim deb nomlangan ko'rgazmasi mustaqilligimizning 22 yilligiga o'ziga xos tuhfa sifatida bag'ishlandi. Ko'rgazmamni aynan mustaqillik arafasida o'tkazayotganim va shu vatanga bordir mening keragim deb nomlashimning asosiy maqsad men ham mana shu vatanning bir parchasi ekanligimni, mana shu vatandan ayro yasholmasligimni, mana shu vatan bor ekan, men bor ekanligimni, mana shu vatan tinch ekan, mana shunday ajoyib bir ishlarni xalqqa taqdim etishga imkoniyat borligini ko'rsatishga, o'sha e'tiborni bir ishtirokchi sifatida ko'rsatishga harakat qilganman. Donishmandlarning bitta hikmatli gapi bor: agar inson vatanga daxldor bo'lmasa, u insoniyatga ham daxldor emas deydi. Nazira Boymurodova o'zining badiiy fotosuratlari orqali xalqimizning madaniy va ma'naviy dunyosining boyishiga hissa qo'shayotgan iste'dodli va umidli fotorassomlardan. Mazkur tadbirda uning rang-barang ijod namunalari, o'zbekona milliy urf-odatlar, qadriyatlar, baxtli bolalik, yurtimizning go'zal manzaralari aks ettirilgan 60 dan ortiq sara asarlari namoyish etildi. Bu g'ayrati, izlanuvchanligi, o'sha hayotdagi go'zal jihatlarni ko'ra bilishi, keyin hayotdagi o'sha murakkab tomonlarni ham ko'zdan qochirmasligi, umuman ochiq ko'z bilan dunyoga, odamlarga, hayotga qarashi mana shu suratlarda ko'rinib turibdi. Ko'rgazmadan ham O'zbekiston haqida, uni buguni, o'tmishi haqida qandaydir tasavvur hosil qilish mumkin. Albatta, bu tasavvur keyin yana boyib boradi, juda ko'p o'sha yangi foto san'at asarlari yaratadi deb o'ylaymiz. Doim izlanishda. Bu izlanishda ham albatta to'xtamasligini tilaymiz. Ijodkor har bir narsa, hodisaga yorqin tafakkur, qaynoq qalb harorati va teran aql nigohi bilan qaray olgandagina haqiqiy san'at asari dunyoga keladi deyishadi. Yosh fotorassom Nazira Boymurodova ham asarlarida o'ziga xos yondashuvni tanlagan. Ona yurtini joni dilidan sevgan, betakror tabiat go'zalligining shaydosi bo'lgan iste'dod sohibasining fusunkor tuyg'ulari tarannum etilgan asarlari tomoshabinlarni befarq qoldirmadi. Ma'lumki, istiqlol yillarida tasviriy san'atning barcha yo'nalishlarini izchil rivojlantirish, xususan fotografiyaning o'ziga xos an'analarini yanada boyitishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Badiiy akademiyasi Xalqaro madaniyat karvonsaroyida vatanimiz mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlab Elda qadr topganlar nomli foto ko'rgazma tashkil etildi. Unda fotorassom Nazira Boymurodovaning ijod namunalari namoyish qilinmoqda. Adabiyot, jurnalistika, san'at va madaniyat, sport kabi sohalarda muvaffaqiyatga erishgan hamyurtlarimiz, shuningdek iqtidorli yoshlarning hayoti, faoliyati, orzu intilishlari aks etgan fotoko'rgazmadan hamkasbimiz Naima Po'latova hikoya qiladi. Men osmonning bag'rida yulduz bo'lib yashayman. Gohida kecha, gohida kunduz bo'lib yashayman. She'riyatning bog'ida bir gul bo'lib yashayman. Ming yillik chinorlarga ildiz bo'lib yashayman. Inson hayoti davomida halol mehnati, birovlarga qilgan yaxshiliklari va ezguliklari, shaxsiy fazilatlari orqali qadr topadi, obro' e'tibor qozonadi. Bir paytning o'zida ijodning turli sohalarida o'z iqtidori va qobiliyatini namoyish etib kelayotgan fotorassom Nazira Boymurodovaning shaxsiy ko'rgazmasidan o'rin olgan ijod namunalarida ana shunday yurtdoshlarimiz siymosi mahorat bilan aks ettirilgan. Kezi kelganda aytish kerakki, yosh avlod qalbida vatanni sevish, ardoqlash, uning ravnaqi uchun hissa qo'shish kabi fazilat singdirishda el sevgan va tanigan insonlarning alohida o'rni bor. Shu jihatdan olib qaraganda mazkur ko'rgazmaning maqsadi, vazifasi va ahamiyati ko'zga tashlanadi. Yurtimizda bir-biridan chiroyli, ajoyib bayramlarimiz juda ham ko'p, lekin mustaqillik bayramini
alohida hayotimizda o'z o'rni bor va bu bayramni hech bir bayram bosa olmaydi. Shu sababdan men har yili mana shu bayramimiz arafasida fotoko'rgazma o'tkazishni bir an'anaga o'zim uchun ijodimda an'anaga aylantirishga harakat qildim. O'tgan yili xuddi mana shu dargohda shu vatanga bordir mening keragim deb nomlangan fotoko'rgazmam bo'lib o'tgandi. Bu yilgi fotoko'rgazma esa elda qadr topganlar deb nomladim va bunday nomlashimga sabab mana shu bizni ulg'ayishimizda, voyaga yetishimizda ko'p insonlarni ulushi bor. Masalan, yozuvchilarni, rassomlarni, shoirlarni ulushi bor. Ular o'sha o'zlarini yozgan kitoblari, asarlari orqali bizni o'sha tarbiyamizda, to'g'ri hayot yo'lini topishimizda katta yordam bergan. O'zim o'yladim, mana shu insonlarni, ularning oldidagi qarzimizni bir uzish, ozgina bo'lsa ham uzish maqsadida men mana shu loyihaga, ya'ni ko'rgazmamga qo'l urdim. Ekspozitsiyada taniqli jurnalist, yozuvchi va shoirlar, iste'dodli kino va teatr aktyorlari, ko'plab nufuzli musobaqalarda muntazam g'oliblikni qo'lga kiritib, jonajon yurtimizning xalqaro miqyosdagi obro'sini oshishiga hissa qo'shib kelayotgan qator sportchilarning fotosuratlari namoyish qilindi. Ishtirokchilarning ta'kidlashicha, muallifning har bir suratida ijodkorga xos talabchanlik, kuzatuvchanlik ko'zga yaqqol tashlanib turadi. Men ham bir fotoijodkor sifatida shu Nazirani, shu ustozi sifatida shuni aytamanki, Nazirani yildan-yilga uni mana shu fotografiya sohasi ijodi o'sib borayotganini yana bir marta ko'rib amin bo'ldim. Haqiqatan bu serqora ijodkor. Toshkent fotosurat o'qishda fotostudiya maktabini tugatgan. Mana shu maktabda juda ko'p ustozlardan u ta'lim olgan, taniqli ustozlardan. Mana shu ustozlarning bugun bergan saboqlarini bugun mana amaliy ifodasini mana shu ko'rgazmada bir ijodkor sifatida namoyon eta olganligini bugun guvohi bo'lib turibmiz. Nazira Boymurodovaning shu paytgacha poytaxtimiz va boshqa shaharlardagi madaniyat va san'at koshonalarida 10 martadan ko'proq fotoko'rgazmalari tashkil etilgan. Uning bu galgi ko'rgazmasi ham tomoshabinlarda katta taassurot qoldirishi aniq. Yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayramining shukuhi yurtimiz ijod ahliga yanada ilhom bag'ishlamoqda. Istiqlolimizning 23-yilligi oldidan O'zbekiston Badiiy akademiyasi Iko Hirayama nomidagi xalqaro karvonsaroyda o'ziga xos ko'rgazma tashkil etildi. Unda mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelayotgan hamyurtlarimizning foto suratlari namoyish etildi. Fotorassom Nazira Boymurodovaning Elda qadr topganlar nomli fotoko'rgazmasi tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Dildagi hislarni izhor qilish uchun har doim ham gapirishning hojati yo'q. Nigohlar qalbda bor tuyg'u va istaklarni ba'zan so'zlardan ko'ra yorqinroq ifoda qiladi. Bunga mazkur ko'rgazmadan o'rin olgan fotosuratlarni kuzatib, yana bir bor amin bo'lasiz. Unda xalqimiz orasida e'zoz va qadr topgan, e'tibor va e'tirofga sazovor bo'lgan yurtdoshlarimizning 60 dan ortiq fotosuratlari joy oldi. Mustaqilligimizni 23 yilligi oldidan mana shu to'yga to'yona bilan o'zim bir ajoyib sovg'amni tayyorlashga harakat qilgandim. Bugun imkon qadar mana shu sovg'amizni xalqimizga taqdim qilmoqchiman. Men fotosuratlarni ko'proq tabiiy holatda olishga harakat qilaman. Kamdan kam hollarda uyushtiriladi. Chunki qanchalik tabiiylik bo'lsa, o'sha har bitta asarda insonlarning qalbiga shunchalik yaqin bo'ladi va ko'proq vaqt o'sha yashaydi bu asarlar. O'sha xalqimiz oddiylikni, soddalikni, beg'uborlikni yaxshi ko'radi va men o'ylaymanki, mana shu suratlarda shu narsa bor. Ishtirokchilarning ta'kidlashicha, bu kabi ko'rgazmalarning muntazam o'tkazib borilishi yoshlarni yangi marralar sari ilhomlantiradi. Tasvirlarni ko'zdan kechirar ekansiz, bag'rikeng yurtimizning bag'rikeng bir insonlarini ko'rgandek bo'lasizda. Chunki bular orasida shu o'zlarining mehnati, fidoyiligi bilan, ijodi bilan el orasida e'zoz topgan, qadr topgan ustozlarni, Zulfiyodoshim hatto izdoshlarini ko'rish mumkin. Albatta tasvirlarni kuzatar ekansiz, bu tasvirlarda nafaqat shu xalqimiz, elimiz orasida shuhrat qozongan, tanilgan insonlar, balki oddiy bir o'zbekning, o'sha shu yurtda yashayotgan oddiy bir o'zbekning baxtiyorligini, samimiyatini ko'rgandek bo'lasiz. Bugungi kunga kelib san'atning barcha turlari qatori fotografiya ham ommalashmoqda. Ayniqsa bu san'at turining rivojida yoshlar ishtirokining kengayib borayotgani e'tiborga loyiq. Nargiza Bobojonova, Nodir Xolmatov, yoshlar.
Toshkent fotosuratlar uyida Navro'z ayyomi munosabati bilan O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi fotorassom Nazira Boymurodovaning Gul va Navro'z deb nomlangan ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazmaning aynan Navro'z ayyomida o'tkazilishida katta ma'no bor albatta. Zero ijod ahli borki, bahor nafosatini, gul va ayol nazokatini, umumxalq bayrami hisoblangan Navro'z ayyomining tarovatini madh etishni yaxshi ko'rishadi. Nazira Boymurodova ham ana shu o'lmas mavzular orqali o'z asarlarida ona vatanga bo'lgan cheksiz mehr muhabbatini aks ettirishga intilgan. Bahor ayyomida, Navro'z kunlarida xalqimizga bir tuhfa qilish maqsadida mana shu ko'rgazmani tashkillashtirdik va bugungi ko'rgazmamda mana shu yurtimizdagi 130 dan oshiq millat va elatlarni, milliy urf-odatlarni, ularni madaniyati aks etgan, qolaversa baxtli bolalik, go'zallik timsollari aks etgan bu fotosuratlarda mana shu fotosuratlar ularda hayot bor, ularda kulgu bor, tabassum bor, keng dalalar bor. Umuman olganda yurtimizni manzaralari aks etgan. O'ylaymanki, bu yerga kelgan tomoshabinlar o'zlarini xuddi yurtimizni boshqa go'shalariga ham sayohat qilgandek his qiladi deb o'ylayman. Namoyishga qo'yilgan asarlarni tomosha qilar ekansiz, muallif mamlakatimizda yaratilgan millatlararo do'stlik va bag'rikenglik muhitini ham keng tarannum etganiga guvoh bo'lasiz. Mazkur ko'rgazmada Nazira Boymurodovaning bag'rikeng diyorimizning turli go'shalarida istiqomat qiluvchi turli millatga mansub yurtdoshlarimizning urf-odat va madaniyati, milliy liboslari, qolaversa baxtli bolalik, ayollik nafosati, shuningdek milliy qadriyat va an'analarimiz, betakror vatan manzaralari aks etgan 100 dan ortiq foto asarlar o'rin olgan. Ularni tomosha qilar ekansiz, Nazira Boymurodovaning o'ziga xos ijod yo'li borligiga amin bo'lasiz. Juda ham xursandmiz. Nega deganda bu yerda O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida yashayotgan 137 millatning, hamma millatlarning urf-odatlari, kiyimlari, an'analari hammasi ko'rsatib o'tilgan. Bu foto ko'rgazmadan juda ham xursand bo'lib, mamnun bo'lib, bizlar bundan bahramand bo'lib ketmoqdamiz. Darvoqe Nazira Boymurodova hamkasbimiz. U Madaniyat va ma'rifat telekanalida faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur ko'rgazmada muallifning televideniyadagi ijodini aks ettirgan fotosuratlar ham o'rin olgan. Kechaga tashrif buyurganlar uning ijodini munosib baholashdi. O'z xolis fikrlarini bildirishib, tabriklarni aytishdi. Ijodkor uchun munosib tuhfa o'z ishlarida o'zligini topishdir. Doimiy izlanishda bo'lgan fotojurnalist Nazira Boymurodova millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tomonidan samarali faoliyati uchun faxriy yorliq bilan taqdirlandi. Tomoshabinlar nafaqat badiiy asarlardan, balki yurtimizda faoliyat olib borayotgan turli milliy madaniy markaz a'zolari, qolaversa taniqli san'atkorlarning bahorni madh etuvchi kuy-qo'shiqlaridan, bolajonlarning jozibali raqslaridan ham bahramand bo'lishdi.